Logaritma sonu kim? 58. 58-chi misolimizda 3 ning darajasida x minus 2 minus 3 ning darajasida x minus 4 katta 2 ning darajasida x minus 1 dan. E'tibor beramiz, endi bunda bir qismi 3 ning darajasida ekan, bir qismi 2 ning darajasida ekan. Shu paytgacha hammasida asos bir xil edi, e'tibor bersangizlar. Noma'lum sonning asoslari bir xil turibdi. Mana noma'lum sonning asosi 3 bitta. Bu yerda ham noma'lum sonning asosi bitta. Lekin bu yerda noma'lum son x ning asosi nechta? 2 ta. Bu qanday yechiladi? Ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda minus 2 kichkinami, minus 4 mi? Minus 2. Minus 4 kichikroq. Minus 2 dan ko'ra. Minus 2 ni, ya'ni kattasini kichik orqali yozib olamiz. 3 ning darajasida x minus 2, x minus 4 plus necha? 2. Minus 3 ning darajasida x minus 4. Bu katta 2 ning darajasida x minus 1. Shuni tushundingizmi? To'g'riman. Endi qarang. Mana bu yerda 3 ning darajasida x minus 4 ni hamda 2 ni alohida ajratib yozaman. Ko'paytirib. 3 ning darajasida x minus 4 ko'paytirib 3 ning darajasida 2 minus 3 ning darajasida x minus 4. Bu katta 2 ning darajasida x minus 1. Va mana bu yerda 3 ning darajasida x minus 4 bir xil bo'lib qoldimi? Umumiy ko'paytiruvchi chiqib, tavsini tashqariga chiqarib oldim. 3 ning darajasida x minus 4 ko'paytirib 3 ning kvadrati ayru bundan nima qoldi? Bas. Katta 2 ning darajasida x minus 1. Tushundingizmi shu? Xo'p, endi 3 ning darajasida x minus 4 ko'paytirib 3 ning kvadrati ayru 1 8 katta 2 ning darajasida x minus 1. Endi nima qilamiz deb o'ylaysiz? 8 ni 2 ning kubi deymiz. Bizda qoida bor edi. 2 lar bu tarafda tursin, chunki asosi 2 bo'lgani bu tarafda. Bu tarafda faqat asosi necha bo'lishi kerak? 3 bo'lishi kerak. 8 ni yozamiz. 2 ning 6-chisimi? 2 ning kubi, 3-chisi. Ikkinchi tarafni 9 olishimiz kerak. Demak, 8 ni o'chiraman. O'rniga nima yozaman? 2 ning kubi. 3-chisi bu tarafga o'tkazdim. Bo'lib o'tdi. 3 ning darajasida x minus 4 ishora, ana bu 2 deganimiz birdan katta bo'lgani uchun ishora qarama-qarshisiga nima qildi? O'zgarmadi. Chunki birdan katta bo'lyapti, o'suvchi funksiya bo'lyapti. Shuning uchunmi? Yo'q, shunchaki u musbat son bo'lgan. Tushunarli? Qarang, ko'paytiruvchini bu yoqqa bu yoqqa o'tkazishimiz bu funksiyaning asosiga aloqasi yo'q ekan. Asosiysi musbat sonni o'tkazayotgani uchun tengsizlik belgisi agar manfiy bo'lsa o'zgaradi. Ha, faqat manfiy bo'lsa o'zgaradi. 0 2 ning kubi bo'lsa ham o'zgarmaydi. Tushundingizmi? Katta 2 ning darajasida x minus 1 taqsam 2 ning kubi. Bo'lishda darajalar nima qilinadi? 2 ning darajasida x minus 1 dan ayiramiz 3 ni. Necha bo'ldi? Minus 4. 2 ning darajasida x minus 4. 3 ning darajasida x minus 4 katta 2 ning darajasida x minus 4. Endi e'tibor beramiz. Darajalar nima bo'lib qoldi? Shu paytgacha biz asosini bir xil qilishga harakat qilardik. Endi asos har xil bo'ldi-da, darajasi bir xil bo'lib qoldi. Unda nima bo'ladi? Qarang. Agar asos 3 katta 2 dan. Bu rostmi yolg'onmi? Rost. To'g'ri? Rost bo'lsa, daraja x minus 4 katta 0 dan bo'lar ekan. Tushundingizmi? Agar mabodo teskari bo'lsa, ya'ni mana bu yerda nimadir ifoda bo'lsa-yu, u yolg'on bo'lsa. Masalan, 2 katta 3 dan deb qo'ygan bo'lsa-da, yolg'on bo'lsa, daraja x minus 4 nima bo'ladi? Daraja kichik 0 dan bo'ladi. Tushundingizmi? Ana shuni tushundingizmi? Mabodo mayli nopatli tengsizlik bo'lsa, bu yerda ham nopatli tengsizlik bo'ladi. Mana bu yerda qat'iy tengsizlik bo'lgani uchun bu yerda ham qanaqa bo'ldi? Qat'iy tengsizlik bo'ldi. Demak, mana bu shart bizda bajarildi. Shuning uchun x katta 4 dan. Buni javobi x tegishli 4 dan cheksizlikgacha. Tushundingizmi? Xo'p, bu demak bizda 28 edi. Sayfamni tushundingmi? 60 ming desa? 60 dan yo'q debdi-da. 60. 2 ning darajasida x plus 2, 5 ning darajasida x plus 1, 3 ning 3 ko'paytirib 2 ning x plus 1 darajasi, 5 ning darajasida x, 2 ning darajasida x plus 1. To'g'ri? X plus 3. Xo'p.
Endi e'tibor beramiz. Nimalarga? 2 va 5 larga chunki noma'lum son faqatgina 2 va 5 ning darajasida turibdi. Hammasida yonidagi +2, +1, +1, +3 larni ajratib olamiz. Bu qanday bo'ladi? 2 ning darajasida x ko'paytirib 2 ning kvadrati. Bu 5 ning darajasida x ko'paytirib 5 ning birinchisi edi, birni katta bo'ldi. 3 ko'paytirib 2 ning darajasida x ko'paytirib 2 plus 5 ning darajasida x plus 2 ning darajasida x ko'paytirib 2 ning kubi. Tushundingizmi? Xo'p, yana yonida mumkin bo'lgan, hisoblash mumkin bo'lgan darajalarni keling hisobga bo'laylik. 2 ning kvadrati? To'g'ri. Buni o'chiraman demayapsizmi? To'g'ri. Yana qaysi bor? 2 ning kubi. 8. Demak, bularni endi umumiy hisobda ikkita, yaratasi bor. Qaysi? 3 bilan 2. Ko'paytirsak 6. Demak, bularni umumiy hisobda ikki xil guruhga ajratamiz. 5 lar guruhi, 2 lar guruhi. Chunki asosi 5 bo'lgani bor, asosi 2 bo'lgani bor. Xo'p, mana bu yerda e'tibor beramiz. Mana bu 2, bu 2, bu 2 to'g'ri? Mana bunisi 5, bunisi 5. Savol: ikkalar qayerda ko'proq? O'ngdami, chapdami? O'ngda ko'proq. Demak, tengsizlikning o'ng tarafiga hammasida 2 larni tartiblaydi. Mana bu 2 ning oldida 6 bor, tegmayman. 6 ko'paytirib 2 ning x darajasi plus 8 ko'paytirib 2 ning x darajasi. Va mana bu 4 ko'paytirib 2 ning x darajasini bu yoqqa o'tkazsa minus 4 ko'paytirib 2 ning x darajasi. Tengsizlikning chap tarafida turuvdi 5 ko'paytirib 5 ning x darajasi minus 5 ning x darajasi. Bu yerda demak 30 olgandan keyin bir xil qoldi-ku. Bitta yozaman, oldidagi sonlarni ayiraman. 5 ayrib 1. 4 ko'paytirib 5 ning x darajasi. Tushundingizmi? Umumiy ko'paytiruvchilar qavsdan tashqariga chiqardim deganda. Katta. Bu tarafda bir xilmi? 6 qo'shib 8. Ayrib 4. 10. 10 ko'paytirib 2 ning darajasida x. Tushundingizmi shu joygacha? Xo'p, e'tibor beramiz. Oldidagi sonlarga 4 ga va 10 ga. 2 u ham 2 ga nima qiladi? Qisqaradi. Mana bu 4 ni 2 ga qisqartirsak 10 ni 2 ga qisqartirsak 5 to'p qoldi. Lekin bizda qoida bo'ladi. 5 lar o'ng tarafda turish kerak edi, 2 lar chap tarafda turish kerak edi. O'tkazamiz. Mana bu ko'paytiruv 5 ni chap tarafga, ko'paytiruv 2 ni o'ng tarafga. 5 ning darajasida x taqsim 5. Katta ishora o'zgarmasdan turaveradi. X taqsim 2. Bu 5 ning darajasida x minus 1, 2 ning darajasida x minus 1. Xo'p, bir xil darajaga kelib qoldi. Mana bu yerda qoida qildik. Esizlar? 5 katta 2 dan. Bu rostmi, yolg'onmi? Bu rost. Rost bo'lsa nima bo'lardi? 0 dan kattami yoki katta yoki tengmi? Qachon katta yoki teng bo'ladi? Demak, x katta minus 1 bu yoqqa o'tkazdik. X tegishli 1 dan cheksizlikgacha. Tushundingizmi? Xo'p, yaxshi.